Yevropa bo'ylab sayohatga chiqishni va El Clasico'ni stadiondan tomosha qilishni istaysizmi? Javobingiz ha bo'lsa, ushbu sayohat sizga qanchaga tushishini video oxirida aytaman. 2 kecha Fransiyada Eyfel minorasi, Luvr muzeyi hamda Versal saroyiga ekskursiya, Parij ko'chalari bo'ylab sayr va shinam mehmonxonada dam olasiz. Keyingi manzil Ispaniya, Barselona plyajlari, Sagrada Familia, Park Güell hamda La Rambla ko'chalari bo'ylab sayr. 11-maydagi Barselona va Real Madrid o'yinini stadiondan jonli tomosha qilish imkoniyati. Undan keyin Kataloniyadan Madridga yo'l olib, Santiago Bernabeu stadioniga tashrif buyurasiz. Qirollik klubining uyida mehmon bo'lganingizdan keyin Ispaniya safari yakuniga yetadi, lekin sayohat davom etadi. Keyingi lokatsiya Shveysariya. Hamrohingiz Xayrulla Hamidov bo'ladi. Hamkasbim va yangi do'stlaringiz bilan 2 kun tabiat qo'ynida maza qilib dam olasiz. Mazkur sayohat sizga $3400 ga tushadi. Ushbu narx ichiga Schengen vizasi, 3 ta davlat bo'ylab avia chiptalar, mehmonxona, transfer va ekskursiyalar kiritilgan. Bu hali hammasi emas. Ushbu Yevrotur bo'yicha to'liq ma'lumotni quyidagi manzillar orqali hoziroq bog'lanib olishingiz mumkin bo'ladi. Sotuv 5 kun davom etadi. Qulay taklifdan unumli foydalaning.